23 oktyabr 2025 yil soat 18:10 da Mening yurtim kanalida mashhur o'zbek seriali Qodirxon Togri Yo'lning onchi mavsumining 24 qismi namoyish etiladi. Bu qism ayniqsa hayajonli bo'lishi kutilmoqda. Intriga, kutilmagan burilishlar va aktyorlarning jonli ijrosi tomoshabinlarni ekranga mahliyo qiladi. Qodirxon Togri Yo'l seriali tomoshabinlarning qalbini samimiyligi va hikoya chuqurligi bilan zabt etgan. Har bir qism drama, oila qadriyatlari va engil hazilni uyg'unlashtirib, voqealarni tomoshabinlar uchun yaqin qiladi. Ushbu qismda qahramonlar yangi qiyinchiliklarga duch keladi va tomoshabinlar ularning xarakterini qanday namoyon etishini, murakkab vaziyatlardan qanday chiqish yo'lini topishini kuzatishi mumkin. Rejissyor va operatorlarning ishlari alohida ta'kidlashga loyiq, ular haqiqiy hayot va his-tuyg'u muhitini yaratib, tomoshabinni to'liq hikoyaga tortadi. Musiqiy bezak va sahnadagi tafsiliy ishlanmalar serialning har bir daqiqasini boy va hissiyotli qiladi. Qodirxon Togri Yo'l tomoshabinlarni yangi g'oyalar va qiziqarli voqealar bilan hayratda qoldirishda davom etadi va o'zbek seriali bir vaqtning o'zida yengil va chuqur bo'lishi mumkinligini isbotlaydi.